Yangilangan Haval H6. Bu to'chog'imizni istasangiz 1,5 turbina motorli, istasangiz 2 turbina motorli variantlari bor. 1,5 turbina motorli variantimiz 186 ta o't kuchida, 2 turbina motorlisi esa 238 ta o't kuchida bo'ladi. Birinchi pozitsiyalar, ya'ni 1,5 turbina motorlilari 8.3 sekundda 100 ga chiqsa, 2 turbina motorli variantlarimiz 7 sekundda 100 ga chiqadi. 1,5 turbina motorli variantlarimiz 5 litrdan 7,5 litrgacha rasxod qiladi. 2 turbina motorli variantlarimiz esa 5,5 litrdan boshlab 8 litrgacha rasxod qiladi. Undan tashqari mashinamizning korobka qismi robot korobkada bo'lib, o'rindiqlarni isitadi, sovutadi, uzoq yo'lga ketganda adaptiv cruise control, ya'ni avtopilotlargacha bor. 540 gradus kamera esa sizning safaringizni xavfsiz qiladi. Eng qizig'i shundaki, ovoz orqali boshqaruv tizimi ham mavjud. Открой люк. Открой багаж. Mashinamizning yukxona sig'imiga keladigan bo'lsak, mashinamizda 850 litr yukxona sig'imi bo'ladi. Undan tashqari ovoz uchun subwooferlargacha bor mashinamizda. H6 modelimizning eng katta plyuslaridan aytib o'tadigan bo'lsak, ходовой sistemasi независимый podveska bo'lib, 4 tala balonda alohidadan ходовой sistema bor. Shuning hisobidan mashinamiz juda ham yaxshi yuradi. Bu mashinamizning oylik to'lovlarini atiga $300 dan chiqarib beraman. Pastda ko'rsatilgan telefon raqamlarimga qo'ng'iroq qilib kelaverasizlar, men sizlarni shu yerda kutib turaman. Bizning manzil Prezident rezidensiyasi ro'parasida joylashgan Vlad Avto City'dagi Haval Buxara avtosaloni.